Azamat aka yaqinda Abduqodir Husanov farzandli bo'ldi. Shu Abduqodir Husanovning farzandi kelajakda bosh qiyshiq bo'lib qolmasligi uchun qanday parvarish qilish kerak? Nafaqat Abduqodir Husanov, balki 4 oylikgacha chaqalog'i bor hamma ota-onalar eshitsin. Ko'p chaqaloqlarda 2-3 oyligidan boshlab bosh qiyshayishi kuzatiladi. Kimnidir boshi orqasi tekis, kimnidir bir tarafi qiyshiq va shunga o'xshash deformatsiyalar kuzatiladi. Endi bu qiyshayishlarni 4 oylikgacha to'g'ri yotqizish pozitsiyasi bilan hech qanday qo'shimcha jihozlarsiz oldini olish mumkin. Chaqaloqlarning bosh suyaklari juda ham yumshoq bo'lgani uchun chaqaloq bitta pozitsiyada ko'p vaqt yotib qolsa, bosh orqasi yassi yoki qiyshiq bo'lib qolishi mumkin. Buni oldini olish uchun biz chaqaloqni tekis joyga yotqizib, hech qanday qo'shimcha yostiqlarsiz faqatgina bosh pozitsiyasini tez-tez taxminan har 3-4 soatda chap va o'ng tarafga almashtirib turishimiz kerak. Agar chaqaloq faqat bir tomonga qarab yotadigan bo'lsa, biz majburlab qarama-qarshi tarafiga yotqizib, tana orqasiga sochiq bilan tirab qo'yishimiz mumkin. Lekin bu vaziyatda ota-onalar e'tiborli bo'lish kerak, chunki bola qoringa yotib olishi mumkin. Agar bu narsaga 4 oylikgacha e'tiborli bo'lsangiz va bosh shaklini chiroyli shaklda saqlab qolsangiz, bundan keyin esa deformatsiyasi paydo bo'lmaydi. Shu usulni farzandingiz 4 oyga to'lguncha qilish kerak. 4 oydan keyin esa chaqaloq bosh suyaklari qotishni boshlaydi. Endi sizda savol bo'lishi mumkin. Farzandim 6-7 oylik, boshi qiyshiq, har xil yostiqchalarni sinab ko'rdik, lekin foydasi bo'lmadi desangiz, eng professional va dunyo standartiga kiritilgan yechim bu shlem terapiya. Biz bu meditsina yo'nalishini O'zbekistonga olib kirdik va bugungacha mingdan ortiq turli xil ko'rinishdagi bosh deformatsiyali bolalarga professional yordam berib kelyapmiz. Agar sizni farzandingizda ham bosh shaklida o'zgarishlar bo'lsa, shlem terapiya haqida to'liq ma'lumot opisiyaniyada qoldirdik.